Naftizin qanday dori? Naftizinning qanday xususiyatlari mavjud? Naftizin nima uchun qo'llaniladi? Videoni oxirigacha tomosha qiling va naftizinning foydali tomonlarini bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Dori shakli, nazal tomchilar. Tarkibi: 1 ml preparat quyidagilarni saqlaydi. Faol modda 0,5 mg yoki 1 mg 0,1%. Tiniq, rangsiz yoki biroz sarg'ish rangli suyuqlik. Naftizin alfa adrenoretseptorlarga ta'siri tufayli periferik qon tomirlariga yaqqol tomirlarni toraytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shilliq qavatlarga qo'yilganda shishni, giperemiyani, eksudatsiyani kamaytiradi. Bu rinitlarda burun orqali nafas olishni yengillashtiradi. Nafazalin burunning yondosh bo'shliqlarini chiqaruvchi yo'llarni va evstaxiy naylarni ochilishi va kengayishiga yordam beradi. Bu sekretni oqib chiqishini yaxshilaydi va bakteriyalarni tutilib qolishiga to'sqinlik qiladi. Nafazalin mahalliy qo'llanganda to'liq so'riladi. Intranazal qo'llanganda terapevtik ta'sirga 5 daqiqa davomida erishiladi va 4-6 soat davom etadi. Qo'llanilishi: o'tkir rinit, burunning yondosh bo'shliqlarining yallig'lanish kasalliklari, evstahit, o'rta quloqning yallig'lanishi. Diagnostika va davolash muolajalarida shishni kamaytirish uchun qo'llaniladi. Qo'llash usuli va dozalari. Naftizin har bir burun yo'liga boshni biroz orqaga tashlab va chap burun yo'liga tomizishda, uni o'ngga og'dirib va o'ng burun yo'liga tomizishda chapga og'dirib tomiziladi. Davolash maqsadida kattalar va 15 yoshdan katta bolalarga har bir burun yo'liga 1-3 tomchidan 0,5% va 0,1% eritma. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga 0,5% eritma qo'llaniladi. 1 tomchidan. 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga har bir burun yo'liga 1-2 tomchidan. Naftizin kuniga 3 marta qo'llaniladi, lekin ko'pincha har 4 soatdan ko'p emas. Naftizinni kattalarda 1 haftadan ortiq va bolalarda 3 sutkadan ortiq qo'llash mumkin emas. Takroran naftizinni faqat bir necha sutka o'tgach qo'llash mumkin. Qon ketish hollarida preparatning 0,5% eritmasi bilan namlangan tamponlar ishlatiladi. Diagnostika maqsadida burun bo'shlig'i tozalanganidan keyin har bir burun yo'liga 3-4 tomchi 0,5% va 0,1% eritma tomiziladi yoki 0,5 va 0,1% eritmada namlangan tampon 1-2 minutga kiritiladi. Ovoz boylamlari shishi hollarida 1-2 ml preparatni hiqildoq uchun shpritslar yordamida purkaladi. Bolalar: naftizin 0,5% ni 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin. Naftizin 0,1% ni 15 yoshdan katta bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin. Nojo'ya ta'sirlari. Tavsiya qilingan dozalarga rioya qilinganida naftizin odatda yaxshi o'zlashtiriladi. Kam hollarda nojo'ya ko'rinishlari paydo bo'ladi. Immun tizimi tomonidan allergik reaksiyalar, shu jumladan kvinke shishi, nafas tizimi, ko'krak qafasi va koks oralig'i a'zolari tomonidan achishish va burun shili qavati qurishi. Preparatning ta'siri tugagandan keyin burunni kuchli bitish hissi paydo bo'lishi mumkin. Simpatik nervlar qo'zg'atuvchaligi bilan qo'zg'atuvchi va asosan preparatni dozasini oshirib yuborilganda paydo bo'luvchi tizimli nojo'ya samaralar kuzatiladi. Nerv tizimi tomonidan asabiylik, bosh og'rig'i, tremor, yurak qon tomir tizimi tomonidan taxikardiya, yurak urishini his etish, arterial gipertenziya, teri va teri osti kletchatkasi tomonidan ko'p terlash, kattalarda 1 haftadan ko'p va bolalarda 3 kundan ko'p yoki juda tez qo'llanilganda preparatga o'rganib qolishni chaqirishi mumkin. Bu u qo'llanilgandan keyin burun shili qavatini shishi bilan kechadi. Uzoq qo'llanilganda siliar faollikni kuchsizlanishiga va burun shili qavatini qaytmas shikastlanishiga, burun shili qavatini quruq yallig'lanishiga olib kelishi mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Preparatning komponentlariga yuqori sezuvchanlik burun shili qavatining quruq yallig'lanishida qo'llash mumkin emas. Maxsus ko'rsatmalar. Preparatni yurak qon tomir tizimining og'ir kasalliklarida, arterial gipertenziyada, yurak ishemik kasalligida, qandli diabetda, gipertireozda, feoxromatsitomada, bronxial astmada juda ehtiyotkorlik bilan qo'llash kerak. Arterial bosimni potensial oshirishi mumkin bo'lgan MAO ingibitorlari va boshqa preparatlarni bir vaqtda qo'llanganda miokardni simpatomimetiklarga sezuvchanligini oshiruvchi anestiklarni, masalan, galotan qo'llanganda, shuningdek preparat homiladorlik yoki
emizish davrida qo'llanganda ehtiyotkorlik zarur. Kattalar va bolalarda uzoq vaqt qo'llashdan saqlanish kerak. Preparatni uzoq vaqt qo'llash burunni surunkali bitishiga va shilliq qavatni atrofiyasiga olib kelishi mumkin. Homiladorlik yoki emizish davrida qo'llanilishi. Preparatni shifokor ko'rsatmasiga ko'ra, ona uchun foyda, homila bola uchun xavf nisbatini hisobga olib qo'llash mumkin. Nafazalin nitrati yo'ldosh to'sig'i orqali yoki ko'krak ustiga o'tishi haqida ma'lumot yo'q. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.